Tog'lar etagidagi go'zal qishloq ayni mana shu bahorda yana ham chiroy ochib turibdi. Qadrli teletomoshabinlar, biz ko'zlagan manzilimiz Ishma qishlog'iga yetib keldik. Bu qishloq tarixini chuqur kengroq yoritish maqsadida atayin Samarqand arxeologiya instituti olimi Alisher Sandiboyevni taklif qilgandik. Ayni mana shu yerda ko'rishni niyat qilgandik. Hozir ular mana kelib qoldilar. Birgalikda demak mana shu hudud tarixini o'rganamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oktyabr aka, xush kelibsiz. Uchma qishlog'iga. Kayfiyat yaxshimi? Siz Samarqanddan kelyapsiz. Buni tushunish mumkin. Men kecha kelgandim Forishga. Shuning uchun oxirroq kelib qo'ydim. Xush kelibsizlar. Salomat bo'ling. Endi mana Uchma qishlog'iga keldik. Siz shu yerda tug'ilib o'sgansiz. Menimcha sizday hech kim bilmasa kerak bu yer tarixini deb o'ylayman-da. Tarixchi bo'lgandan keyin birinchi o'rganish shu yerdan boshlangan sizda. Shunday emasmi? O'zi nima uchun Uchma deyiladi? Men Ishma qishlog'i deb ham ataladi dedim, bu to'g'rimi? Albatta, tarixiy maskan Uchma, demak o'sha insoniyat so'nggi paleolit davridan boshlab yashagan. Yozma manbalarda, jumladan o'sha 19-20 asrga oid bo'lgan yozma manbalarda Uchma nomi Ishma shaklida qayd etilgan va bu o'sha Nurata bekligiga qarashli bo'lgan qishloq to'g'risida ma'lumotlar uchraydi. Jumladan o'sha 1824-yilda Uchma, demak o'sha qo'rg'oni Uchma bekligida qo'zg'olon ko'targanligi va ushbu qo'zg'olonni Amir Haydar tomonidan bostirish uchun aynan Uchma qo'rg'oniga kelib mazkur qo'zg'olonni bostirganligi to'g'risida demak o'sha yozma manbalarda ma'lumotlar uchraydi. Qadrli teletomoshabinlar, qishloq oralab yurar ekanmiz. Bizni birinchi duch kelgan qadimiy manzilgohimiz G'oyib ota ziyoratgohi bo'ldi. Bu qanday joy ekan o'zi? Keling birgalikda tanishamiz. Kirish joyi qayerda ekan? Ko'raylikchi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Sizga mana shu mikrofonni taqib qo'ysam-da bir suhbatingiz olsam. Yaxshimisiz? Salomatmi? Charchamay yuribsizmi? Rahmat. Ko'p yashang. O'zingiz tanishtirsangiz, ismingiz kim? Men Rahmatov Nurbek ota. Nurbek ota, tanishganimizdan xursandmiz. Shu qishloqda yashaysiz-a? Shu qishloqda tug'ilib o'sgansiz. Uchma qishlog'i haqida ma'lumotga ega bo'lmoqchi edik. Nima uchun Uchma deyiladi? Bu qishloq haqida bir aytib bersangiz-da. Aslida Uchma emas, Ishma bo'lgan. Buni tarixi 90dan ziyod urug'ni bitta urug'i Nayman bo'lgan. Nayman urug'i o'zini bir xonligi bo'lgan. U xonlik Qozog'istonning g'arbiy tomonida Tayanxon degan Nayman xoni bo'lgan. Bu xonlik 1204-yilda Chingizxon bostirib kelib xonlikni tugatgan. Shundan keyin 13-asrdan boshlab Nayman xonligi tugab turli joylarga borib, tojiklarga kelgani tojik bo'lib ketgan, qozoqqa kelgani qozoq bo'lib ketgan, turkmanga kelgani turkman bo'lib ketgan. Mana shunday qilib tarqab ketgan. Nayman urug'i. Nayman urug'i. Bir qismi Ishim daryosiga qochib ketadi. Ishim daryosiga borib, ular ham keyinchalik tarqay boshlaydi. Tarqab bu yerlarda nuqul yaylov bo'lgan, suv bor, yer bor. Shu yerga kelib past tomonimizga kelib o'rnashib qolgan ular ham. Bu yerda xalqlari, shu yerlik xalqlar qayerdan kelding deganda ishimdan keldim. Ishim keyinchalik Ishma bo'lib ketgan. Rahmat ma'lumotlar uchun. Sog' bo'ling, omon bo'ling, yuzga kirib yuring. Rahmat, juda xursandman sizlar bilan gaplashganimdan. Demak, biz qadrli teletomoshabinlar sayohatimizda davom etamiz. Uchma qishlog'i tarixini o'rganishda va bu yerda aytishiga qaraganda juda ko'p qadimiy yodgorliklar, manzilgohlar bor.
Yo'lni, yaqin yo'lni suv bosgan, endi mana shu yo'l bilan sekin yuraveraman. Boshlasangiz. Ha, Ilosh aka, o'zingiz qaysi sohada ishlagansiz? Men o'qituvchi bo'lganman. Hozir nafaqadaman. Qaysi fandan dars bergansiz? Matematika fanidan dars berganman. Yaxshi. Qarang, juda ham chiroyli ekan, ha? Bahor eng bizni qishlog'imizning eng chiroyli vaqti hozir. Mana mehmonlar shunda yaxshi vaqt kelib qoldingizlar. Bu yerda ko'ryapmiz, yo'l davomida hammani katta hovlisi bor-da. Sizda ham mana shunday hovlingiz bo'lsa kerak, aka? Menda ham bor. Bu yil mana prezident farmoni bilan shu katta yerlarni ham o'zimizga ijaraga berdi. Uylarimizni kadastr qilib berdi. Rahmat. Hamma o'zimizdan chiqadigan narsalar, ekinlarni o'zimiz ekamiz. Mana daraxtlar bor, ko'rib turibsiz. Bu mevali daraxtlar ekan. Sizlarda ko'proq nima yetishtiriladi? Qanday? Bizda mevali daraxtdan olma ko'proq yetishtiriladi. Yong'oq ko'p. Tog'ning ichida mana yursak, yong'oqlar juda ko'p. Uchma, umuman Forishda uzumlari, mayizlari hammasi mazasi boshqacha bo'ladi deb aytadi. Bizniki to'g'ri. Farishni mayizi juda o'ta shirin bo'ladi. Boshqa yoqnikiga qaraganda. Eshitganimiz oldinlari ham birinchilikni olgan ekan shu mayiz yetishtirish bo'yicha, mevani shirinligi bo'yicha. Oho, mana bu daraxt qarang, tutma bu. O'sha rivoyatga qara, g'oyibota degani boyagi bir o'sha avliyalardan biri bo'lsa kerak. Endi shu yerga kelib hassasini qadagan deydi. Shu hassasi tut ekan. Mana shu tut ko'kargan. Buni juda katta edi. Mana bunday bo'lib quridi ko'p joyi. Mana shu tutlar shuni davomi. Bu bo'ylak o'shani qismlari. Shoxi borganda mana bu shox borib bu yerga taqalgan. Bundan yerga teggandan keyin tomir bo'lib mana bular o'sib ketgan. Keyin bir tekislashga to'g'ri keldi. Yaqinda sel ketdi, o'sha selni ta'siri mana loylar. Qarang, buni haybatini bu bir 1000 yillik tut ekanligi shunda bilinib turibdi. Mana tagi shu. Qarang. Bu yoqqa qarang, mana bu yoqqa qarab ketgan, yiqilgan, bu yoqqa qarab ketgan. Mana bular ham shuni davomi. Endi hozir ham hosil beradimi bu? Hosil beradi. Bu endi balxi tut emas, joylar haliga tutdan. Shu ziyoratgohga deb tadbirkor yigitlarimiz bor. Ikkitasi o'sha qabrni belgiladi degani shu toshlarni qo'yib, mana ularni Odil Bergash deganimiz bor Sirdaryodan. O'sha yigit keldida birinchi uni qo'ydi. Keyin bir Odil Hoji deganimiz bor, o'shani bolalari, keyin buni o'shani maqbara haliga bo'lib qolmasin deb ikkalasini toshlarini o'rnatib qo'ydi. Qabr toshlarini olib kelib qo'ygani? Qo'yib qo'ydi. Mana bularni bir Xudoyberdi aka degan yog'och bilan shug'ullanadigan ustamiz bordi. O'sha o'zini yog'ochlari zoya ketmasin deb kelgan ziyoratgohlar o'tiradigan qilib qo'ydi bularni. Skameykaga o'xshatdi. O'zi qadimda qanday holatda yotgan bo'lsa, shu holatda randalaganda uni tekislab, teshada chopib, paytashada to'g'rilab qo'ydi. Juda ajoyib. Mana shu holatga keltirib qo'ydi. Juda qulay qilib qo'yibdi. O'tirishga qulay qildi-da bular. Ziyoratga qulay qilib qo'yibdi-da bu yerda. Juda ajoyib. Bu shaxs haqida ham bir ma'lumotlar ayta olasizmi? Siz qanday nimalar bilasiz? Endi shunday bir rivoyatlar qariyalardan eshitganmiz, o'sha avliyalardan biri kelib shu yerda g'oyib bo'lgan degan gap bor endi. Boyagi mana bu agar o'sha tut hassasi bo'ladigan bo'lsa, kami mana tutni nimasidan savlatdan bilib turibsiz, 1000 yildan kam emas bu tarix. Biz endi eshitganimiz shu. Yoshimizda mol boqib kelardik, mana shu tutlarning tagida katta alqarni shoxi turardi. Shu yerda. Ha, shu yerda mana shuni tagida turardi. Bu nimasi ekan desak, o'sha vaqtda ovchilar bir ov qilganda, masalan, o'sha shoxlarini shu yerga qo'yganda, endi shunaqa alqarlar hozir ham bormi? Hozir endi nimada bor? Bizda qo'riqxona bor-ku, Nurota qo'riqxonasi. O'sha yerda juda alqarning turi ko'p. Bizda ham bor, lekin kamdan kam. Endi keyingi vaqtlar kamayib qoldi. Biz yosh ekanimizda akalarimiz aytardi, mana Boybuva degan joyimiz bor. O'sha yerga bobolarimiz kolxozga dehqonchilik qilar ekan. Dehqonchilik qilganda makka jo'xar ekar ekan. Ekkanda kiyiklar xuddi hozirgi echki 20-30 echki qanday kelib tushsa, kiyiklar xuddi shunday kelar ekanda ekinga. Ot bilan quvib tog'ga chiqaraverardik deydi. Endi hozir kamdan kam. Endi ular qizil kitobga kirib qoldi shekilli hozir. Endi ko'payapti-ku. Endi qarang, yana ba'zi bir qishloqlarda eshitib qolamizda, tovog'imni tulki olib ketib qoldi, qo'yimda bo'ri olib ketib qoldi degan bunaqa holatlar bormi? Bor, bo'ri, qo'y, bo'rilar kelgan joylari ham bor. Mana shu qo'ylarni ular ham endi och qolgandan keyin keladi, bari tog'da o'zini ishi-ku bo'rini ham ov qiladi.
Mana cho'ponlarimiz bor, shular necha marta qo'ylarni qutqarib qolgani. Shu qishloqning ichlarigacha keldi bo'ri, misol och qolgandan keyin tog'dan tushadi. Bilasizmi, mana shunday ziyoratgohlarda qandaydir bir sirlilik bo'ladi-da. Bejiz xalq azizlab qo'ymaydi deb Aytmaydi bu yerda, to'g'ri. Mana shu yo'ldan o'tganlar boshqa rayonlardan kelsa ham, tumanlardan kelsa ham o'zimizning odamlar bir to'xtab duo fatihasini qilib keyin o'tadi. Chunki odamning ko'ngli bir narsadan taskin topish kerak-ku. Misol qishlog'ima keldim, shu ziyoratgohni bosib o'tib ketmayin degan gaplar ham bo'ladi-da. Ha, bu yerga kelganda odamning qalbi sokin bo'ladi-da, to'g'rimi? Taskin topadi. Taskin topadi. Shunday joylar bu. Qadrli teletomoshabinlar, ko'rib turganingizdek, bu tut nihoyatda katta, diametri naq bir 10 kishi quloch yoyib, demak aylanasiga tursa, sig'ishi mumkin qulochi. Ne bir tarixiy voqealarni guvoh bo'lmagan bu tut daraxti. Ko'chmalik hamrohlarimiz bizni bu yerdagi yana bir ziyoratgohga olib keldi. Ochig'i bu haqda umuman ma'lumotga ega emasman. Kuzatib boring. Albatta tanishamiz birgalikda. Yana bir jihat. Faqat toshkentliklar g'ottilab gapiradi desam, ko'chmaliklar ham g'ottilar ekan. Bu yerdagi ziyoratgohlarni o'xshash jihatlari bor ekan. Qarang, bu yerda ham qadimiy 1000 yillik tut bor ekan. Qoyil. Qolaversa, buloq ham. Tosh ota deyiladi. Islom dinini targ'ib qilish maqsadida kelgan, dushmanlari juda ko'p bo'lgan. Ana shu dushmanlardan tosh saqla degan ma'noda saqlanib qolgan, shuni to's ota deyilgan. O'sha davrlarda jang bo'lgan. Sherali aka, sizni ham suhbatga chorlasak, mana siz tarix o'qituvchisi ekansiz. Tarix sifatida qanday bir ma'lumotlar aytishingiz mumkin? Bu joy haqida, umuman hudud haqida. Bu kishi aytib o'tgan rivoyatlar haqiqatdan ham bor narsa. O'sha To'sota degan kishi bir avliyo zot shu yertaga kelib islomni targ'ib qilish ma'nosida kelgan, albatta dinni targ'ib qiluvchilar. Keyin o'sha dushmanlari ko'p bo'lgan-u, o'zi ilmli odam bo'lgan, o'sha dushmanlaridan bir panoh so'rash ma'nosida bir Xudoga iltijo qilganda shu yer bir to'silib qolgan, haligi bo'lib qolgan degan mulohazalar bor. Qadimdan buni, lekin qaysi paytda u kishi kelgan, qaysi davrda kelganligi haqida aniq tarixiy ma'lumotlar, dalillar yo'q. Asosan bu yerning tarixiga oid ma'lumotlar deyarli shu rivoyatlarga asoslanadi. Buni shu madaniy meroslar ro'yxatiga kirgizib, ziyoratgoh qilib, ekoturizm deymizmi, qanaqa turizmni rivojlantirsa bo'ladigan joy. Yana qoyatosh suratlari ham bor deb aytgandek bo'ldingiz-a? Yaqinmi bu joy? Yaqin, biroz yuramiz bu tarafda. Ko'rsatasizmi bizga? Ko'rsatamiz, bu yerdan ko'rsatamiz. O'zingiz boshlasangiz, otaxonlar davom etib tursa-da, charchab qolmasizlar. Shuning uchun Sherali aka o'zingiz boshlab bizga ko'rsatsangiz. Hali ko'p yuramizmi? Charchab qoldingiz shekilli. Ha, yo'q, ha. Endi bu aslida to'g'ri chiqishimiz kerak. To'g'ri chiqsak yaqinroq, lekin tik. Shuning uchun aylanma yo'llar bilan qiynalmasdan chiqib olamiz.
Bo'lmasa boshlang. Ketdik. Shaharda ser harakat bo'lmaganimiz bu yerda pand berib qolyapti ochig'i. 100 metr balandlikka ko'tarildik, shu paytgacha darrov charchab qoldim, ochig'ini aytishim kerak. Yo'lboshchimiz allaqachon tepaga chiqib ketib qoldi. Ketdik, borib ko'rishimiz kerak baribir. Bari boshqachada ekspeditsiya tog'da.